Asosiy shikoyatlarimiz. Apparat qog'ozingizni ko'rdim. Apparat qog'ozingiz bo'yicha ma'lumot bersam, asosiy bo'ynimizning qon tomirlarimiz borda. Bo'yinning qon tomirlarimiz vazifasi boshimizni, tanamizni qon bilan ta'minlash. Endi bo'yinning qon tomirlarida tuz qisilish beryapti-da, shuni hisobiga normaldagi qonni bosh miyaga, tanaga borishi kech qolyapti. Endi mana havo o'zgarganda, asabiylashganingizda, zo'riqqaningizda nagruskaga ish qilib toliqqaningizda qon tomirlarimiz qisiladi, normaldagi qonni bosh miyaga ham, tanaga ham boryapti, kech qolib boryapti. Shuni hisobiga boshdagi surunkali og'riq, bosh og'riganda ko'ngil aynishlari, oyoq qo'lingiz uyushib, o'ziga bo'ysunmay qolishlaringiz bo'lyapti. Endi hozir organizmingiz o'ziga ham kurashyapti, yosh yuribsiz. Endi yosh katta bo'lgan sari organizmning kurash kuchligi pasayadi. Hammamiz ham. Bunda kasallikka moyilligimiz yana ham oshadi. O'sha muammoga aylanmaslik uchun hozirgi holatiga e'tibor berib davolash tartibini vaqt olib borsangiz, endi shu muammo doimiy muammoga aylanmaydi. Endi bu bosh og'rig'ingiz qachondan beri bor o'zi? O'sha 2010da yiqilganimda bosh og'rig'ida orttirib olganman. Ya'ni Toshkentga borganimda migren tashxis qo'yib berishgan. Lecheniya olganman, 6 oyda og'riq bo'lmaydi, 6 oygacha. Keyin undan keyin yana boshlanadi, 1 oygacha davom etadi. Kechqurun ertalab ham tursam og'riq beradi. Endi bu bosh og'riqlaringiz mana havoga, asabiylashishga ham bog'liq. Endi 1 yil bo'ldi lecheniya olganimga, endi mana shu maytlarimgacha og'riq kuchayib ketdi-da endi. Og'riq davomiyligi qanaqa endi? Kunduzi og'riq kuchayaptimi, abitdan keyin og'riq kuchayaptimi? Yoki kunli vaqtga bog'liq basini og'riqlaringiz qanaqa endi og'riq? Miyani ichida og'riq beryapti. Sal zo'riqib bolalarga gapirganimda kuchayib ketib qolyapti mashitlarimgacha. Endi migren zo'riqish bosh og'rig'i degangiz ko'rgan bo'lsa, bu asosiy mexanizmi bosh og'riq bo'lganda bosh aylanishi, ko'ngil aynish, qayt qilish bilan davom etadi. Aslida, migren tashxis qo'yilgan bo'lsa. Endi mana apparat qog'ozingiz bo'yicha aynan migren ko'rmayapman-da, va asosiy muammo bo'ynimizning qon tomirlarimizda qisilish. Protruziya beryapti. Endi ular esa kechagi narsa emas bu. Yillar davomidagi shu travmani hisobigami, yo ishingizdagi, kasbingizdagi holatlarmi, oilangizdagi asabiy nagruskalar hisobiga necha bosh miyamizni qonlanishini, surunkali buzilishi sekin-asta boshlanyapti. Hozir organizmingiz yosh, yaxshi e'tibor bersak, muammoga aylanmaydi. Necha bor beparvo bo'lsak, bu doimiy surunkali bosh og'rig'i bizni ish faoliyatiga ham, hayot sifatiga ham buzilish olib keladi. Endi davolash taktikasini olib boramiz. Bugundan boshlab dori ko'rlarni to'g'irlab beraman. Bularga qo'yimcha ravishda fiziomologiyani ham qo'shib olamiz. Bo'yinga o'chi, lapsanlar, boshga, reseptlaringiz, massaj yoki bo'yinga ukollarni olish davomida holatingizga qarab qo'shib to'g'irlab qo'yamiz. Keyin davolashni etap bo'yicha olib boramiz. Masalan, bitta retseptlar bilan kasallik 100% yo'qolib qolmaydi. Ya'ni davolashdan maqsad o'zi tartib qoidasi bor-da, etaplari bor. Davolashda bitta 10 kun oldingiz, shu bilan kasallik yo'qolib qoldi degan narsani o'ylash o'zi noto'g'ri. Har qanday kasallik ham kechagi paydo bo'lgan emas, o'zidan 10 yildan beri bo'lgan bosh og'rig'i deyapsiz. Bu ya'ni 10 yillik bosh og'rig'i 10 kun yo'qolib qolmaydi. Buning sababli 10 kun davomida biz sizni o'sha tartib bo'yicha rejimga solib olamiz. Keyin o'sha keyingi etaplar bo'yicha davolashni olib boramiz shu reja bo'yicha. Shuning uchun o'zingizga tushuncha qilib olinki, bitta rejadan oldin kasallik yo'qolib qolgan tushuncha bo'lishi noto'g'ri. Davolanish undan o'zgarishingiz bo'ladi, og'riqlaringiz qoladi, uyqularingiz joyiga keladi. Lekin asosiy kasallikning tayyor sababi yo'qolishiga vaqt talab qiladi. Shunday o'zini tushunish kerak. 10 kun oldin shu bilan bo'ldi, qayta davolanishga muhtoj emasman deyish noto'g'ri. Shuning uchun dorilarni to'g'rilab yozib beraman-da, keyin 10 kundan keyin bir paxtani ko'rib, unga qarab davolashni, keyingi tartiblarni rejalashtirib chiqamiz.